Trastoy Damas'ni puliga bo'lib ketdi mana. 2008-yil egalar bilan kelishib, tortishib bo'ladi, uni narx qilib. 2700 ga tushirib qo'ydik. 2008-yil akalar mashina ideal o'tiribdi dehqonlardan. Qulaydan so'raganlar uchun bitta like bosib qo'ying chetiga. Harakat qilyapmiz, sizlar uchun harakat qilyapmiz. Arzon qilib, narxini tushirishga harakat qilyapmiz. Hali ham like bosmayapsizlar. Bitta like bosib, eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lib qo'ying. 2008 kraskasi 30-40% bor, benzinga yuradi mashina. Hozir gaz zapravkalar ochilib mahal benzinga yuradigini qidirishadi. Xo'p, eshiklarda shumka bo'lgan, chexollari bor, ko'riklari bor. 600 mingcha brevek, stoka, obshipka, patolog hammasi bo'lgan. Mashinani ko'rib, tekshirib ko'rib, ovoraverasizlar. Yaxshi holatda bo'lib turgan 2008-yil maloshida emas. Motor hadovoylari zo'r, texnik rasxoti yo'q, balon holatlari ham yumshoq balonda, даже 2 yil sezon o'tkazib beradi. Yaxshi qalpaladi, gerblavoylari bor. Like bosib qo'ying. Hali ham like bosmadingiz, ko'rib turibman. Bitta like bosib qo'ysangiz, bunaqa narxda topa olmaysizlar, lekin bozorda даже 3200 sotilayotgan Damas mashinasini 2700 ga tushirib qo'ydik. Albatta, egalarimiz bilan Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Luboydagim bo'ladi, mashinani ko'rib, minib ko'rib, holatini ko'rib olaverasizlar. Texnik marasot yo'q, kuzov qismi ham chizilgan, qirilgan joylari yo'q ekan. Shu kraskasi 30-40% bor ekan. Mashinani pulini notarisda shu narsani nomingizga afirmitma, generalni qilib ketaverasizlar. Afirmitdan zerikallarga generalni bo'ladi. Holatda ideal. Tayyor mashina bitta shofir bo'lsa, shuni o'tirib, soqqani qilib ketaveradi. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmay, arzonlari oldinda bo'ladi. Bosamiz jigarlar.